Bir kilo yev sağlam ko'ngilga tegmaydigan alayda qiyam bilan tayyorlangan mushundek lezzatli changal kavop tayyorlashni o'rganib olganlar bormi do'stlar? Endi buni o'rganib olsanglar kavopxonalarda uzun uchrattirishinglarni muhojat qilmaydi. Ta'mi vahshiy fayzi cho'qim bir sinab beqinglar. Izlagan vaqtinglar topolmay qolmaslik uchun yurak ham yulduz belgilarini besib saqlab olib ko'ringlar. Oldi bilan qo'y go'shtini muvofiq cho'ngliqda to'g'rab tayyorlab olamiz. Keyingi bosqichda buning qiyamini tayyorlaymiz. Qiyam uchun qachiga 3 ta tuxum chaqamiz. Uning ustiga 1 qoshiq tuz, cho'ngroq qoshiqda 3 qoshiq qo'noq uni, 2 qoshiq oq un, 1 qoshiq qizilmush talqini, 1 qoshiq sir talqini va yarim qoshiq oqmush qo'yib chalg'ich bilan chilib aralashtiramiz. Mushundek munaklab bo'lib qolmagan umachaldi kelganda 3 qoshiq atrofida suv qo'yib aralashtirib suyuldiramiz. Arqadan bunga yana ushaq to'g'ralgan piyoz bilan samsoqni silib aralashtiramiz. Qiyamni tayyorlab olgandan keyin go'shtning ustiga to'kib qo'limiz bilan aralashtirib go'shtning oldi keyinini qiyamga yaxshi milaymiz. Do'stlar ko'rib mushakkabsizlar qilish yuzini gastronomiyagacha taqsimlarni yo'llab qo'yishinglarni to'yinchilik bilan so'rayman. Yana har kun mushundek yangilik tomoqlarni tayyorlashni o'rgatyaptimi? Pastda yurdim chekitini qo'shib olishni unutmanglar. Arqadan to'g'ib pilisining ustiga bir qavat alyumin qog'oz silib ta'minlab tayyor bo'lgan go'shtlarni tizaymiz. Oxirida ustiga bir qavat quyuq kunjut sepib yotgandan keyin duxovkaga solsak bo'ldi. Duxovkaning 190 gradusda 45 minut pishirsak go'shtning qat-qatlari shunchalik yaxshi pishib ketadi. Oxirida kebabning non tizilgan taqsiga olamiz. Do'stlar ko'yininglarni tayyorlash usulü adil ki yiyish kebab bo'ldi. Sizlar kebabxonaga berishning hojat qolmabdi deb qoldinglar. Cho'qim bir sinab beqinglar.